Assalomu alaykum qishloq ahli. Mana yaqinda bir hokim bilan uchrashuv bo'lib turib, hokimimiz shunday bir narsani aytdiki, qishloqda tozaligiga e'tibor berish kerak deb turib. Mana xudo xolasa ma'muriyatdan kirishimizdan mahallani ham yozib qo'ydik, lekin mana aytganimiz murojaat qildik o'shandan buyog'i. Mana birontasi bir ish qilinmagan. Haloyiq bir o'yg'oninglar. Bir garta bir mana shu atroflarimizni tozalaylik. Keyin undan keyin bizlar ham hokimning va'dasiga muvofiq keyin hokimdan talab qilsak bo'ladi. Hozir mana bironta bir ish qilganimiz yo'q, birontasi bir harakat ham qilgan yo'q, hokimga ham biron narsa deb turib aytilganimiz yo'q. Kelib ko'riladi bu narsa. Agar shu ko'riladigan bo'lsa, hokim va'da qilgan. Trotuarni qilib beraman, istalbalarni qo'yib beraman, simlaringni tortib beraman degan narsa bo'lyapti. Oldin hokimning aytganini qilaylik tagini biz talab qilaylik. Odamlar chiqinglar, mana atroflarini bir tozalanglar. Mana bu yerda musorlarni yoqib tozalagan, yana orqasidan musor tashlanyapti ekan. Haloyiq hammaga rahmat. Mana shu gartak bir harakatchan bo'rak, birov-birovni e'tibor qilib turib agar tashlaydigan odamni ko'radigan bo'lsa, ogohlantirib tashlamanglar. Mana musorlarni olib ketadigan obodonlashtirishlar ularni bor. Shularga topshiraylik. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli Sultonozi ahli. Butun Olmazor mahallasi. Endi Olmazor mahallasi deymiz, endi qishloq ham deymiz. Mana o'zgarish, mana afishani qo'ydik. Men bu yerga bir yaxshi niyatda mana hoji bolalar bosh bo'lib, mana qo'ydik, o'rnatdik. Mana bu ko'chamizning ahvoli, mana bu o't bosib rasvas chiqib yotibdi. Atrofga musor tashlayapti, musor mashin kelyapti, musorni olmasa pullaringizni oladi. Shuning uchun musor mashinga beringizlar, bitta ko'chaga chiqarmangizlar. Bir obod bo'lsa, bir chiroyli bo'lsa, hammanikiga mehmon keladi, to'y bo'ladi, ma'raka bo'ladi, bir atrofdan odamlar keladi, bir kulib ketadi-ku bu ahvolda. Qolgan hammasi uyini to'g'ri tozalab qo'ysa, qancha obodchilik bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Mana hokim bilan uchrashuv o'tkazdik, deyapti hojibo, yaqinda bo'ldi. Sizlar hamma joylarni tozalanglar deyapti. Istalbani ham, trotuarni ham hal qilaman deyapti. Shunga yarasha ish qilish kerak. Hozir hokimni oldiga borgan bilan nima deymiz? Tozaladingmi, obod qildingmi desa, indamay qaytib kelaveramizda. O'zimiz uchun tozalaylik, o'zimiz uchun. Birov uchun emas, o'zimiz uchun tozalaylik. Salomat bo'lingizlar. Tozalik hammamizga, sizni bizga kerak, boshqaga kerak emas. Omon bo'lingizlar.